Assalomu alaykum hurmatli kengash a'zolari, studiyadagilar, Zoomdagilar. Kengashimiz navbatdagi yig'ilishini boshlash uchun kvorum yetarli. Nima taklif bo'ladi? Tasdiqlab beringlar. Kun tartibidagi birinchi masala Jumayev Jo'rabek Boboqulovining 20-asrning 50-80-yillarda ko'chirish siyosati. Nurota vohasi misolida mavzudagi PhD dissertatsiyasining himoyasi. Ilmiy rahbar professor Ruqat Toshboyev, rasmiy opponentlar professor Husan Xolmamedov, professor Shokir Aqbolov. Ish bajargan tashkilot Jizzax davlat pedagogika universiteti. Yetakchi tashkilot Guliston davlat universiteti. Tak. Endi bu shogird aslida o'zimniki bo'lishi kerak edi. Limit bilan topshirganmiz. Taksda поддержка qilamiz. Ish yomon narsa. Endi dissertantning kengashga topshirgan hujjatlar haqida professor Rahmonov, kengashimiz kotibi demak betoblik sabab Toshkentda hozir ketganlar uchun bugun Rahmonovni seminarga kotib deb belgilaymiz va tasdiqlab qo'yamiz protokol uchun. Rahmat, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, kengash a'zolari. Jumayev Jo'rabek Boboqulovi 1995-yil 1-oktyabrda Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Ko'kto'rli qishlog'ida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy. 2018-yilda Abduqodir nomidagi Jizzax davlat pedagogika institutining tarix fakulteti tarix o'qitish metodikasi yo'nalishini bakalavr bosqichini tamomlagan. 2020-yilda esa ushbu institutning ijtimoiy gumanitar fanlar o'qitish metodikasi ixtisosligi bo'yicha magistratura bosqichini tugatgan. Jumayev Jo'rabek Boboqulovi mehnat faoliyatini 2018-yildan 2020-yilgacha Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanidagi 6-sonli umumta'lim maktab tarix fan o'qituvchisi lavozimida boshlagan. 2021-2022-yillarda Jizzax davlat pedagogika instituti tarix fakulteti tarix va o'qitish metodikasi kafedrasi o'qituvchisi. 2022-yildan boshlab hozirga qadar Jizzax davlat pedagogika universiteti O'zbekiston tarix kafedrasi o'qituvchisi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Jumayev oilali 2 nafar farzandi bor. Jumayev Jo'rabek Boboqulovdan ortiq ilmiy ishlar muallifi, bir qator xalqaro va respublika anjumanlari ishtirokchisi. Jumayevning shaxsiy hujjatlarida tarix fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD dissertatsiyasini himoya qilish uchun barcha hujjatlar mavjud. Jumayev Jo'rabek Boboqulovining dissertatsiya mavzusi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining B2023 4/23 raqami bilan ro'yxatga olingan. Ilmiy rahbar tarix fanlari doktori professor Toshboyev Ruqat Eshboyevich. Dissertatsiya bajarilgan muassasa Jizzax davlat pedagogika universiteti. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 15 ta ilmiy ish e'lon qilingan. O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalarining asosiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan nashrlarda 6 ta maqola, ulardan 4 tasi respublika, 2 tasi xorijiy jurnal, 9 ta ilmiy amaliy konferensiyalarda, shu jumladan 6 ta xalqaro va 3 ta respublika anjumanlarda tezislari e'lon qilingan. Jumayev 2023-yil 13-noyabrda Samarqand davlat chet tillar institutida ingliz tili fanidan 56 ball hamda 2024-yil 13-fevralda Qarshi davlat universitetida mutaxassislik O'zbekiston tarix fanidan 80 ball to'plab malakali imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan. Jizzax davlat pedagogika universiteti tadqiqotchisi talabgor Jumayev Jo'rabek Boboqulovining 0700 O'zbekiston tarix ixtisosligi bo'yicha 20-asrning 50-80-yillarda O'zbekistonda o'tkazilgan ko'chirish siyosati, Nurota vohasi misolida mavzudagi tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasi 2025-yil 5-fevralda Jizzax davlat pedagogika universiteti huzuridagi 070001 O'zbekiston tarix ixtisosligi bo'yicha ilmiy seminar majlisida muhokama qilingan va ilmiy seminarga tavsiya qilingan. Talabgorning hamma hujjatlar javob beradimi? Hammasi Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga to'liq javob beradi. Kotibimizga savollar bormi? Tasdiqlab qo'yaylik. Rahmat. Endi dissertantga so'z beramiz. 15 minut reglamentga dissertatsiyani boblar kesimida taqdimot qilib berasiz. Marhamat, vaqt ketdi.
Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari, aziz ustozlar. Tadqiqot mavzui 20-asrning 2080 yillarda O'zbekiston o'tkazilgan ko'chirish siyosati murotib bahsi misolida tadqiqot ishi 3 bob 9 paragrafdan iborat. Mavzuni dolzarbligiga to'xtaladigan bo'lsam, hozirgi globallashuv jarayonida jahon mamlakatlari o'rtasida qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj tufayli insoniyat tomonidan o'zlashtirilgan sug'orma yerlardan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada Xalqaro oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1000 yillik rivojlanish dasturida belgilangan ko'rsatmalar asosida qishloq ekinlarini asosiy qismini yetishtiruvchi mamlakatlar mintaqalar tarixini o'rganish bo'yicha alohida loyihalar ishlab chiqilmoqda. Ularni amalga oshirish bo'yicha 20-asrda o'zlashtirilgan cho'l hududlar jumladan sobiq ittifoqning yangi yerdan o'zlashtirishni olib borgan ko'chirish siyosatini o'rganish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Mavzuning o'rganilganlik darajasiga e'tibor qiladigan bo'lsak, 3 guruhga bo'lingan sovet davrida olib borilgan tadqiqotlar, mustaqil yillarda amalga oshirilgan tadqiqotlar va xorijda nashr qilingan ishlar. Bu bo'yicha birinchi va ikkinchi paragrafda batafsil ma'lumot keltirib o'taman. Tadqiqotning maqsadi, vazifalari belgilangan, tadqiqotning obyekti, predmeti belgilangan. Tadqiqotning ilmiy yangiligiga to'xtaladigan bo'lsam, murotib vohasining Birinchi bob. Tadqiqotning asosiy qismi birinchi bobga to'xtaladigan bo'lsam, 20-asrning 70-80 o'tkazilgan ko'chirish siyosatining o'rganish tarixi va tarixshunosligi deb nomlanib, bu ikki paragrafni o'z ichiga oladi. Birinchi paragraf nomi murotib vohasining tabiiy geografik sharoiti va aholining etnik tarixiga oid manbalar tahlili deb nomlanib, umuman oladigan bo'lsak, voha aholisi qadimdan murotib tog'ining har ikki tomonida yashab, chorvachilik, dehqonchilik, hunarmandchilik bilan shug'ullangan. Aholi qadimdan polietnik bo'lib, turli lahjalarda so'zlashgan. Murotib aholisining janubiy qismida o'zbek, qozoq, qoraqalpoq, tojiklar ko'p istiqomat qilsa, shimoliy qismida asosan tojik, qoraqalpoqlarning ko'p istiqomat qilishini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari bir qancha o'zbek urug'lari istiqomat qiladi. Murotib vohasi bugungi kunda Murotib tumanidan tashqari Payariq, G'ollarol, Forish va Qo'shrabot tumanlari ma'muriy jihatdan kiradi. Voha aholisini tarixi haqida umuman o'rgangan yashovchi aholi Radlov, Qaroshkin, Mashkov va Karmishev va bundan tashqari Salimov, Tolipovning tadqiqotlarida aynan voha aholisi haqida qimmatli ma'lumotlar keltirib o'tilgan. 20-asrda voha aholisining o'z etnik xususiyatlarini 50-80-yillarda ko'chirish paytida o'zining etnik xususiyatlarini saqlab qoldi. Aholining hududiy joylashishiga ta'sir etsa-da, lekin ko'chirish siyosati umumiy holatga ta'sir ko'rsatmadi. Hozirgi kunda ham O'zbekistonning eng boy etnik komponenti hududlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot ishining birinchi va ikkinchi paragrafi mavzuni o'rganilganlik darajasi va tarixshunoslik deb nomlanadi. Umuman oladigan bo'lsak, mavzuga oid manbalar umuman adabiyotda Sovet hokimiyati O'zbekistonda yangi yerdan o'zlashtirishni olib borgan ko'chirish siyosati Murotib vohasi bo'yicha maxsus o'rganilmagan, lekin oblastlar, boshqa hududlar, respublikalar miqyosida o'rganilgan, lekin Murotib vohasi misolida o'rganilmagan. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek 3 guruhga bo'linyapti. Adabiyotda Sovet davrida olib borgan tadqiqotlar asosan 20-asrning 70-80-yilda yaratilgan adabiyotlar bo'lib, bunda kompaniyaning rahbarlik roli, qo'riq yerlarni o'zlashtirish va aholini ko'chirish, yangi kolxoz va sovxozlarni tashkil etish, paxta hosildorligini oshirish masalalari ham ijtimoiy muammolar sifatida talqin qilingan. Ikkinchi guruh mustaqillik yillarida amalga oshirilgan tadqiqotlarda yangi yerlarni o'zlashtirish, aholini ko'chirish siyosat masalalari atrofida tahlil qilingan. Aynan mana shu mustaqillik yillarida amalga oshirilgan tadqiqotlarda Botirova, Rizak, bundan tashqari Xushvaqtov, Sattorov, Qulboshev va bir qancha tadqiqotchilarni masalan keltirishimiz mumkin. Xorijiy tadqiqotlar esa umumiy Sovet davrida ko'chirish masalalarining ayrim jihatlari yoritilgan, lekin ayni Murotib vohasi ko'chirish masalalari xorijiy tadqiqotchilarda yoritilmagan. Shunday bo'lsa ham umumiy xorijiy nimalarda o'sha davr haqida qimmatli ma'lumotlar olishimiz mumkin. Ikkinchi bob 20-asrning 80-yillarda yangi yerlarni o'zlashtirishda Murotib vohasidan aholini ko'chirish muammolari deb nomlanib, bu bob 4 paragrafni o'z ichiga oladi. Birinchi paragraf nomi O'zbekiston SSRda 1950-1980-yillarda yangi yerlarni o'zlashtirish va aholini ko'chirish bo'yicha amalga oshirilgan tashkiliy tadbirlar. Aynan 20-asrning 50-80-yillarda O'zbekistonda amalga oshirilgan ko'chirish siyosatining dastlabki davrida huquqiy me'yoriy asoslari va mexanizmlari yaratildi. Eng yirik qarorlar, loyihalar ishlab chiqildi. Mana shularni aytib o'tishimiz mumkin.
1946-4 fevralda O'zbekiston SSRida 1946-1953 yilda paxtachilikni ko'paytirish haqidagi qaror. Bundan tashqari 1954-yilda qabul qilingan 1954-58 yilda O'zbekistonda eski 600 ming gektar yerni qo'rg'onni o'zlashtirish bo'yicha qaror. Aynan ko'chirish bo'yicha bir qancha boshqarmalar, tashkilotlar tuzilib, eng katta yirik boshqarma 1949-yilda butun SSR ministrlar Sovet qoshida butun ittifoq ko'chirish boshqarmasi 49-yil iyul oyida tuzilyapti. O'zbekistonda 1955-28-yanvarda ministrlar Soveti huzurida ko'chirish boshqarmasi sifatida qayta tashkillandi. 56-yil 6-avgustda eng yirik qarorlardan qabul qilinyapti. Bu Mirzacho'lni o'zlashtirish bo'yicha qaror. Aynan mana shu qarorlar orqali aholini ko'chirish tadbirlari boshlanganini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi va ikkinchi paragraf yangi yildan o'zlashtirish jarayoni Nurota vohasini aholini ko'chirish muammolari deb nomlanadi. Ko'chirish dastlabki yillarida mazkur siyosatga qarshi kayfiyatning shakllanishi, targ'ibot tashviqot ishlari sust olib borilganligi va bu esa qaysi ma'noda ko'chayotgan aholining, ko'chirgan aholining umuman taqsimlashda muammolar ko'zga tashlanadi. Bir qancha yirik qarorlar orqali, misol uchun 1951-yilda 3020 ta aholini Toshkent oblasiga ko'chish rejalashtirildi. Amalda 3040 ta xo'jalik ko'chirilganini ko'rishimiz mumkin. Umuman oladigan bo'lsak, Nurota vohasidan Toshkent oblasi hududiga ko'chirildi. Aynan mana shu 50-yildan dastlab ko'chirishning dastlabki yillari. 59-yilda davom etyapti ko'chish jarayonlari. Misol uchun Nurota rayon ijroiy qo'mitasining qaroriga muvofiq 143 ta oila ko'chiryapti. Aynan shu Nurota tuman davlat tarkibidan olingan ariza ko'rinishi oila boshlig'i mana shu arizani to'ldirgan, bu yerda oila a'zolari soni, xo'jaliklarda o'sha chorva soni keltirilgan. 61-yilda ham davom etyapti. Mana 1951-yil ko'chirma qilingan, yo'q pasaga ko'chirma qilingan Savra qishlog'idan butun qishloq aprel oyida ko'chirma qilingan. Hozir hech kim yashamaydi. Undan tashqari 52-yilda ko'chirma qilingan Ko'cha qishlog'i, Nurota vohasining shimoliy qismida joylashgan, hech kim yashamaydi. Bu qishloq asosan Savra qishlog'i Bekobodga, Ko'cha qishlog'i esa Piskent, Toshkent oblasining Piskent rayoniga ko'chirilganini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi va uchinchi paragrafda o'zlashtirayotgan yerga ko'chirilgan aholining dastlabki paytdagi ijtimoiy ahvol, iqtisodiy ahvol deb nomlanadi. Yuqorida aytganimdek, aynan bu davrda, dastlabki davrda bir qancha muammolar hukumat tomonidan dastlabki davrda yetarli sharoitlar yaratib berilmadi va buning natijasida aholining ko'pchilik qismi yana eski joylariga qaytib ketib qoldi. Misol uchun 1951-yilda Toshkent oblasida 5000 ta xo'jalik ko'chib keltirilish va ularga 6000 ta uy-joy qurish belgilangan edi, lekin amalda arxiv hujjatlarni tahlilda shunday ko'rindiki, belgilangan uylar vaqtida bajarilmaganini ko'rishimiz mumkin. Aholini belgilangan manzilga ko'chib borish uchun o'rtacha bir sutkada 65 ta avtomobil, ya'ni bortovoy yukli avtomobil xizmat qilgan, ko'chirish boshqarmasiga esa alohida tashkilotga 585 ta vagon ajratilganini ko'rishimiz mumkin. Moddiy rag'batlantirishlar ham bo'lgan, yaqin hududlarga kamroq, uzoq, misol uchun Mirzacho'l olis hududlarga ko'chayotgan aholiga ko'proq moddiy rag'bat ajratilgan. 57-yil mana ko'rishimiz mumkin, uylar, joylar qurilishi ham mana 57-yil uchun ajratilgan foiz 7%, ya'ni 100% bajarish kerak bo'lgan reja 7% bajargan ko'rishimiz. Ayni vaqtida o'z vaqtida bajarilgan. Ikkinchi bob oxirgi paragraf Nurota vohasidan Samarqand oblasiga o'tkazilgan ichki ko'chirishlar. Aynan ichki ko'chirishlar qayerlarga ko'chirilyapti? Samarqand oblasining Oqdaryo, Qoradaryo, Jomboy, Ishqixon, Qayar hududlariga ko'chirilganini ko'rishimiz mumkin. 78-yilda rejalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot ishining so'nggi 3-bob Nurota vohasidan ko'chirilgan aholining ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayot deb nomlanadi. Birinchi paragraf ko'chirish siyosatining so'nggi bosqichlarida cho'l hududlarda tashkil etilgan xo'jaliklarning respublika iqtisodiyotidagi o'rni deb nomlangan. Aynan bu davrda 57-80-yillarda ko'chirish siyosatining ikkinchi va uchinchi to'lqinlari sifatida qayd etish mumkin. Bu davrga asosan Samarqand, umuman Nurota vohasidan Jizzax va Sirdaryo oblasi hududlariga juda ko'p ko'chirmalar bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Bu davrga kelib Mirzacho'lning o'zlashtirishining ikkinchi navbati Jizzax cho'liga hujum boshlandi. Jizzax cho'li umuman oladigan bo'lsak, bu davrda Mirzacho'lda 38 ta yangi sovxoz tashkil qilindi. 74-yildan boshlab umuman oladigan bo'lsak, ko'chayotgan aholida o'z ixtiyori bilan ko'chirishlar sodir bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Bir qancha ko'chish jarayonida qurilish tashkilotlari, xususan oladigan bo'lsak, Mirzacho'l qurilish, Jizzax qurilish, har bir tuman nomi bilan ataluvchi, rayon nomi bilan ataluvchi qurol tashkilotlar ko'chayotgan aholiga uy-joy ta'minlashda faoliyat yuritganini ko'rishimiz mumkin.
Tadqiqot ishining 3-bob 2-paragrafi ko'chirib keltirilgan aholining ijtimoiy demografik turmush tarzidagi muammolar deb nomlanib, aynan yuqorida aytdim. O'rganimdek 70-80-yillardan boshlab bu davrga kelib ko'chish jarayoni barqarorlik kuzatildi. 70-yillardan keyin aholi ko'p zonalariga ixtiyoriy suratda ko'chishlar bo'ldi. Aynan mana shu ko'chishlar natijasida Jizzax, Sirdaryo oblastida migratsion jarayonlar o'z ta'sirini o'tkazmaydi qolmadi. Ya'ni bu hududlarda aholi soni oshib, yangi kolxozlar, savxozlar, rayonlar tashkil aholi soni ko'payib oshib borganini ko'rishimiz mumkin. Kolxozlar umuman tibbiyot punkti, dala shifoni bu davrda yetarli darajada sharoitlar yaxshilangani bilan xarakter hisoblanadi. 3-bob oxirgi paragrafda Nurota vohasidan ko'chirilgan aholining madaniy hayot va milliy ma'naviy ularning milliy ma'naviy qadriyatlar deb nomlanib, aynan bu paragrafda aytishimiz mumkin, 70-yillardan boshlab ixtiyoriy suratlarda ko'chirilgan aholini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, moddiy rag'bat ajratish, ularga nisbatan o'sha ko'chayotgan aholiga nisbatan xayrixohlikni oshirdi va bu qaysidir ma'noda keyinchalik ko'chayotgan aholining urf-odatida, madaniyatida, umuman oladigan bo'lsak, yashash tarzida o'zgarishlar sodir bo'ldi. Lekin shunday bo'lsa-da, ko'chgan aholini bugungi kunda ham o'zining milliy qadriyatlarga sodiqlik, otayotga nisbatan daxldorlik tuyg'ulari saqlanib qolganini ko'rishimiz mumkin. Bir qancha yangi bayramlar kirib keldi aholi orasida. Tadqiqot ishining xulosa qismiga o'tadigan bo'lsam, umuman oladigan bo'lsak, bu davrga kelib qo'riqchilarni ommaviy o'zlashtirish kompaniyasi moliyaviy, moddiy texnik hamda boshqaruv tizimi bilan bog'liq muammolar bosqichma-bosqich bartaraf etildi. Lekin ko'chirishning dastlabki davrida bu muammolar ancha saqlanib turdi. Undan tashqari manbalar tahlilida 50-yillar o'rtalarida amalga oshirilgan ko'chirish keyingi davr uchun ommaviy ko'chirishlar uchun tarixiy tajriba vazifasini o'tadi. Ko'chirish siyosatini umuman tahlillarga ko'ra 4 bosqichga bo'lib bo'lish muvofiq deb bildik. Undan tashqari aholi ko'chirishning birinchi bosqichida oblastlar rahbariyati asosiy e'tibor hududning iqtisodiy ko'rsatkichi rivojlanishiga e'tibor qaratildi, lekin uning ijtimoiy muammolari, madaniy muassasa, umuman boshqa holatlarga o'cha yetarli darajada e'tibor qaratilmadi. Undan tashqari paxta hosildorligining asosan ekstensiv usullardan keng foydalandi. Bu qaysidir ma'noda o'sha yangi yerlarda o'zlashtirilgan yerdan shug'ullanishlarga olib kelgan ko'rishimiz mumkin. Lekin 1970-80-yillarda cho'l hududlarga ixtiyoriy suratlarda ko'chishlar sodir bo'ldi. Yuqori aytganda buning asosiy sababi cho'lda sharoitlar yaxshiligi va bu qaysidir ma'noda cho'l bo'g'ozlarida barqarorlik, xotirjamlik, chidamlik kabi ijobiy sifatlarni namoyon qildi. Umuman oladigan bo'lsak, Nurota vohasidan ko'chirilgan aholining o'sha hozirgi kunda Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyat hududlarida ko'pchilikni tashkil qiladi. Umuman tadqiqot ishining taklif tavsiyalar qismiga o'tadigan bo'lsam, rahmat. Savol-javoblar qismiga o'tamiz. Kimlar boshqa beradi studiyadan? Professor Ergashev. Assalomu alaykum, hurmatli yashashchilar. Faqat bu juda ham dolzarb mavzu, chunki 60-yillarda, 80-yillarda respublikamizda ko'chirish siyosati nihoyat keng ko'lamli edi. Shuning uchun menda bir nechta savollar, siz Nurota misolida ko'rib chiqyapsiz. Mana o'zingizda ilmiy yangiligingizda bitta jumlani ishlatgansiz. Nurota vohasida ko'chirishning dastlabki yillarda mazkur siyosatga qarshi kayfiyat shakllanishiga asosan yangi yerlarni o'zlashtirish Sovet hokimiyatining tomonidan aniq mexanizmlari ishlab chiqilmaganligida degansiz. Mana shu siyosatga qarshi kayfiyatni nimada ifodalangan? Manda shunday savol. Yaxshi savol. To'g'ri, bu birinchi savol. Ikkinchi savol. Nurotadan boshqa viloyatlarga ko'chirilishini ko'rsatib berdingiz. Va lekin Nurotaga ham ko'chirib kelinganmi? O'sha davrda. Sababi Nurota mana yaqin o'sha hozirgina nimani Zarafshon u yerda sanoatni rivojlanishi va hokazo. Mana shunday jarayonlar amalga oshirilgan.
Va oxirgi savolim, mana shu ko'chirish siyosatining Navoiy viloyati aholisiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Ijtimoiy hayotiga, madaniyatiga, umuman dunyoqarashiga. Buni oqibatlari qanaqa bo'ldi? Natijasi ijobiymi yo salbiymi? Yoki bo'lmasa mana bu jihatlari ijobiy, mana bu jihatlari salbiy bo'ldi degan fikringizni bilmoqchiman. Rahmat. Ustoz, katta rahmat ustoz, savollaringiz uchun ustoz. Haqiqatdan ham ustoz, mana shu ilmiy yangilik qismida Nurota vohasida yangi yerlarni o'zlashtirishda ko'chirishning dastlabki payti qarshi kayfiyatning shakllanishiga asosiy sabab sifatida nimani? Chunki ustoz, qarshi kayfiyatning shakllanishiga asosiy sabab yuqorida ham aytdim, dastlab ko'chirish payti man 53-yilgacha ustoz majburiy xarakterga ega bo'lib, yoppasiga qishloqlarga ko'chirilgan. Qishloqlarda mana ko'rishingiz mumkin, 1951-yil aprel oyida Savrak, Birlik va Ustuk qishloqlari 468 ta xo'jalik ustoz qishloqlar yoppasiga ko'chirilgan. Bundan tashqari 52-yilda ko'chirilyapti Navkat, undan tashqari Chivnodir, Mo'llalim qishloqlar yoppasiga ko'chirilgan. Ustoz, shu jarayonda nima uchun kayfiyat degan mazmunda dala o'sha tadqiqotlarda, dala og'zaki nimalarda ayni o'sha davrda ko'chgan aholi bilan suhbat asnosida, xususan Volboy Imomov bilan suhbatda hozirgi kunda hayot u kishi ko'chirish nima uchun bizda haqiqatan kayfiyat shakllandi dedi. Sababi dedi, biz dedi Qorador rayonlariga ko'chirma qilinishi kerak bo'ldi. Men dedi 11 yoshda edim dedi. Aniq eslayman dedi. 3 kun xalqni yig'di dedi. Ko'chish masalasi bo'yicha. Bu 52-yil bo'layotgan narsa. Keyin bir tepalik biz 40 deymiz, 40ga chiqdi hamma deydi. Mas'ullar keldi dedi. Kelgandan keyin aholi rozi bo'lmadi dedi. Rozi bo'lmagandan keyin oxir 3-kun agar ko'chsalaringiz ko'chasa, bo'lmasa biz kuch ishlatish yo'ldan tanlashimiz mumkin degan mazmunda shunaqangi vaz bo'ldi. Keyin aholi ixtiyoriy majbur boyagi narsaga rozi bo'ldi va bitta odam turdigan shu oldin raislar ko'chsin, keyin biz ko'chamiz degan mazmunda bo'ldi. Keyin ko'chib bordik dedi. Ko'chib borganda dedi 200 ta xo'jalik bor dedi. 200 ta xo'jalik bo'lgan 36 tasida uy ta'minlab bergan, qolganlarga uy ta'minlab bermagan. Natijada boyagi ko'chirishga nisbatan boyagi aholida qarshi kayfiyat shakllanishi bitta misolda. Ko'pchilik Mirzacho'lga o'zini tug'ilib o'sgan joyiga yashirincha kechalar kelib qo'ydi dedi. Keyinchalik o'sha kelib qo'ygan aholi o'sha qishloqda emas, boshqa qishloqlarda istiqomat qilishga majbur bo'ldi. Bu bitta qishloq misolda. Boshqa qishloqda ham bu narsa bo'ldi. Hatto 50-yilda, 60-yilda Mirzacho'lda ham bo'lgan bu narsa ustoz. Chunki ko'chib kelgan aholi umuman boshqacha yashash muhit, boshqacha hayotga borgandan keyin pashchalar, umuman turli xil kasalliklar, cho'l hayoti. Bu qaysidir cho'lga o'sha ko'chayotgan aholidan nisbatan kayfiyat shakllanishi ma'lum sabablardan bittasi bo'lgan ustoz. Ochiqcha qarshilik ko'rsatilmagan. Ochiq qarshilik ko'rsatish kuchlatamiz yo'lini tanladik dedi. O'sha mazmunda aynan Chivnodir, Mo'llalim, yuqorida aytgandek, Navkat qishlog'i misol 200 ta xo'jalik. Keyin savol. Nurota vohasida o'ziga ham ko'chirish bo'lganmi? Nurota vohasiga yuqorida ustoz aytdi, o'sha G'allorol, Forish, undan tashqari Qo'shrobod hozirgi kundagi Payariq va Nurota tumani o'zi Nurota vohasi deb oladigan bo'lsak, Nurota vohasi o'ziga bo'lgan ustoz. Xususan oladigan bo'lsak, Payariq tumanining hozirgi kunda Nariman degan o'sha biz aytamiz Karl Marks eski nom bilan, undan tashqari Karl Marx, Leninizm deymiz, hozir yangi Bo'ston, yangi Guliston nomlar berilgan. Ana shu hududda o'ziga o'zlashtirilgan, ko'chirilgan, ichki ko'chirish, bularni ustoz ko'chirilishi yaqin hududga bortovoy mashinalarda ko'chirilgan va bular asosan nima uchun ko'chiryapti? Bular lalim uchun, lalim sug'orish. Chunki boshqa hududlar bo'lsa, cho'l hududlarga ular sug'orish yangi yerga o'zlashtirgan. Bular o'z yangi joyi bor, lalimini foydalanish kerak. Lalim uchun ko'chirilyapti ustoz. Hozirgi kunda misol uchun Qo'shrobod hududidagi Oktyabr qishlog'idan ko'chirilganlar Payariq tumanida yashaydi. Ko'pchilik tashriqlar. Bu Ishqonda ham bor, Qoradaryoda ham bor, keyin Daxbetda ham bor, Samarqand shahridan chiqqan joyda Navoiyga ketishgan. Bu ko'pchilik ichki ko'chirishlar Nurota vohasida ko'p bo'lgan ustoz. O'ziga ham qo'yadi. Uchinchi savol, ko'chirish siyosatining qanday ta'sir ko'rsatdi? Ustoz, ko'chirish siyosatining albatta har qanday nimani ijobiy, salbiy taraflari bo'ladi. Endi ijobiy birinchi o'rinda ijobiy taraflar ustoz aytadigan bo'lsak,
birinchi o'rinda mehnat taqsimoti yuzaga keldi ustoz cho'l hududlarida. Aholi ko'chayotgan aholi uchun ijobiy taraflari ustoz ish bilan ta'minlandi ustoz. Bundan tashqari Nurota vohasi hozirgi kunda ham aholi istiqomat qiladi, baribir to'g'ri dashtli hududda bo'lgani bilan ustoz aholi juda tez. Agar o'sha aholi ko'chirilmaganda balki bugungi kunda aholi o'sha demografik holat boshqacha, ishsizlik masalalari bo'lishi mumkin edi. Ish bilan ta'minlandi. Ularning madaniy nimalarda, urf-odatlarda ham ustoz o'zgarish bo'ldi. Chunki yangicha yashash, o'sha Yevropa yashash an'analari, hatto misol uchun bizda men o'zim oila misolida biz oilalarning shu yarmimiz cho'lda aslida. Ular urf-odatdan biz urf-odatlarimiz farqli ustoz hozirgi kunda. Ulardan oladigan jihatlarimiz ham ko'p sog'lom. Ulardan oladigan jihatlar, ular kelganda bizga o'rgatadigan jihatlari, madaniy jihatdan ta'sirlari, ijobiy ta'sirlar ko'p. Salbiy ta'sirlar aytadigan bo'lsak ustoz, endi salbiy ta'sir endi har qanday ko'chayotgan insonni baribir ustoz ancha yashab kelgan, necha yillar davomida yashab kelgan, o'zini ota yurtida yashab kelgan joyidan har qanday inson uchun ham butun qishloq ko'chib ketish bu og'ir hisoblangan, kechinmalar bor, og'ir hisoblangan. Hozirgi kunga ko'chgan aholi yosh kattalarda saqlanib qolgan, o'zini vafot etsa aytadi, vasiyatida men shu qishlog'imga dafn qiladi. Yoki men bir qishlog'imga borib bir an'analarni, urf-odatlarni o'tkazib kelay degan mazmunda nimalar hozirgi kunda saqlanib qolgan. Savollarga qisqa javob berishga harakat qiling, rahmat. Yana kim? Professor O'rgutay. Assalomu alaykum ustozlar. Bitta savolim bor. Mana shu ko'chirish siyosati aholining etnik tarkibiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Qanday o'zgarishlar bo'ldi? Marhamat. Javob bering. Ko'chirish siyosati ustoz etnik tarkibi, ko'chgan aholi etnik tarkibiga ustoz baribir ta'sir o'tkazgan ustoz. Hamma hududga emas. Misol uchun Toshkent oblastiga ko'chirilganlarga uncha ta'sir o'tkazmagan. Chunki ular kompakt hozirgi kunda yashayapti. Ular yoppasiga qishloqlarga ko'chirgan. 70-yildan keyin ko'chganlar, ular ixtiyoriy shaklda xohlagan odam ko'chsa, mana taklifda davlat sharoit beryapti, cho'l hududlarga misol uchun Jizzax cho'liga ko'chirilgandan keyin hamma joydan ko'chib kelyapti. Hozirgi kunda xudo-andachilik, qavm qarindoshchilik ular o'rtasida juda kuchli. Lekin hozirgi Toshkent viloyatida yashovchi nimalarda etnik jihatdan aralashishlar yo'q ustoz. Lekin Jizzax va Sirdaryo viloyatidagi hozir nimalar, misol uchun bizni o'zimizni ko'chib borgan qarindoshlarimiz ham xudo-andachilikda har joydan kelgan. Bir andijonliklar bilan, o'sha vodiydan ko'chib kelganlar bilan nima xudo-andachilik davom etadi. Millat. Etnik tarkibini so'radi. Nemis, ingliz, fransuz, tojik, o'zbek, qozon, xudo-andachilik tojik ko'chib borgan, o'sha undan tashqari o'sha yerda mahalliy aholi, mana cho'l hududlarida rus agronomlari bo'lgan o'sha payt bari boshqaruv, ular bilan ham xudo-andachilik nimalar bo'lgan ustoz. O'sha nima 50-yillar bo'lmaganda keyinchalik 70-80-yillar mana Jizzax, mana Sirdaryo nimalarni. Rahmat. Professor Rahmonov. Jo'rabek hatto'm ham juda qiziqarli mavzu. Mendan ham ikkita savol tug'ildi, marhamat qilib yozmasangiz. Birinchi savolim, mana siz Nurota vohasi misolida mana shu ko'chirish siyosatini o'rgandingizda, hech mana bu o'z mana shu vohaga nisbatan hech bo'lmasa mana bu qo'shni hududlardagi shu holatni bir qiyosiy o'rgandingizmi? Mana natijalarini aytyapsiz, ijobiy, salbiy deb. Umuman olganda mana shu Nurota vohasidagi ushbu jarayonni o'ziga xos bir xususiyatlarini bir angladingizmi? Birinchi savolim edi. Ikkinchi savolim, mana shu ko'chirish siyosati, mana juda to'g'ri savol berdi. Parlamentchiyich aholining etnik tarkibiga qanday ta'sir etdi? Shu toponimikaga ham ta'sir ko'rsatdimi? Joylar nomlanishga. Misol uchun mana bizda ham mana Nishon cho'li bor, Muborak cho'li bor. Xuddiki mana Qashqadaryodan yuqori o'sha tog'li hududlardan ko'chirilgan aholilar bor-da. Tashlolmagan, tepolmagan bor. Mana shu hududni toponimikasiga ham bir ta'sir ko'rsatdi. Shularga bir e'tibor qildingizmi? Endi aynan bu sizni o'sha tadqiqotingizni bosh maqsadiga kirmasa, guvoh bo'ldingizmi bir shunaqa o'zgarish? Rahmat ustoz. Savolingiz ustoz, Nurota vohasi boshqa hududlar misolida tadqiqotlar qilingan. Botir va Barnodomlar, Farg'ona, umuman butun O'zbekiston bo'yicha. Bundan tashqari
Rizayev ustoz Buxoro oblasti misolida tadqiqot ishlari Baxtiyor Rizayev. Baxtiyor Rizayev ustoz, undan tashqari Sattorov Akram Madanovich Farg'ona oblasti misolida asosan Mirzo cho'lga nimalar ko'chish bo'yicha, undan tashqari Qulbosh domla Surxon Sherobod cho'llarini o'zlashtirish bo'yicha tadqiqotlardan foydalangan ustoz kiritganman. Bundan Nurota vohasining o'ziga xosligi nimada? Ularda o'ziga xosligi ustoz Nurota vohasining o'zi tabiiy iqlimi o'zi boshqacha aslida olganda. Chunki boshqa hududdan ko'chganlar, misol uchun Farg'ona boshqa, ularda nisbatan ko'chayotgan hudud bilan borayotgan mashg'ulot bilan ancha tanish bo'ldi, yaqinroq bo'lgan mashg'ulot. Nurota vohasini ko'chayotgan aholi asosan ko'proq chorvachilikka, umuman yot bo'lgan o'sha mashg'ulotlarga ko'nikish qiyin bo'lgan. Cho'l hududga borgan. Demak, xo'jalik madaniy tiplariga ham ta'sir qilgan ustoz. Xo'jalik madaniy tiplari jihatlardan farqlanadi ustoz. O'ziga xosligi bittasi. Rahmat. Ikkinchi savol, toponimiyada ustoz juda katta ta'sir o'tkazgan. Hozirgi kunda cho'l hududlarida mana yoppasiga ko'chirilgan qishloq ko'chib borgan joyga o'zlari nom bergan. Misol uchun, boyagi Savrat Buzilgotda qishloqlar borgan joyga hozirgi kunda biz istiqomat qiladigan, o'zim shu hududga yaqinroq hududda istiqomatdan, o'sha hududda ham Savrat qishlog'i bor, Bekobod rayoni, Bekobod tumani Savrat qishlog'i bor. Aynan shu ko'chirgan aholi o'zining nomini bergan. Bundan tashqari Usti qishlog'i bor, Aqchoq qishlog'i bor. Bunaqa qishloqlar juda ko'p. Ya'ni kompakt holda ko'chirilgan aholi o'zining qishlog'i nomini bergan. Bu Rahmat. Huzurdagilar, professor Xudoyqulov marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli rais, hurmatli ishtirokchilar. Tadqiqotchiga ikkita savolim bor edi. O'zi aslini olganda ko'chirish siyosati bilan bog'liq bo'lgan mavzular O'zbekiston tarixi va shu kabi fanlarda oliy ta'lim muassasalarida ham to'liq o'rganib keladi. O'sha maktab darsliklarida ham yoritilgan. Tadqiqotchi albatta buni endi ichiga kirib, aynan Nurota misolida beribdilar. Mana ilmiy yangiligingizga e'tibor qaratdim men. Shunga aniqlik kiritib bering. Deylik, o'sha dastlabki holatlarda mana Nurotada o'sha Sovet hukumati tomonidan aniq mexanizm ishlab chiqarilmaganligi uchun shunaqa bir kayfiyatdagi holatlar bo'ldi. Bu haqida Yulduz ham aytib ketdi lozim. Lekin nima uchun ikkinchi bandida aynan aytyapsiz, mehnat resurslari bilan ta'minlash dasturi asosida olib borilgan deyapsiz. Tepada umuman boshqa narsa, aniq mexanizm yo'q deyapsiz. Lekin ikkinchi bandingizda aytyapsizki, aniq dastur asosida olib borildi deyapsiz. Demak, bunga aniqlik kiritib ketasiz. Ikkinchi savolim, ko'chirish siyosatida mana ichki va tashqi ko'chirish shakllari deb aytib ketyapsiz. Deylik, o'sha qo'shni respublikalardan sobiq ittifoq davridagi xuddi mana Kavkazdan vodiy hududlariga mesxet turklarni ko'chirishi kabi, demak, Nurota vohasi hududlariga ham qo'shni respublikalardan ham shunday jarayonlar bo'lgan, kuzatiladi. Javoblar uchun oldindan rahmat. Rahmat, marhamat. Ustoz, savollaringiz uchun katta rahmat. Haqiqatan ustoz, mana ilmiy yangilik qismida, dastlabki qismida ko'chirishga nisbatan kayfiyatning shakllanishida birinchi punktiga kiritganman. Ikkinchi qismida mehnat resurslari bilan ta'minlash. Ya'ni ko'chirishning ustoz dastlabki yillarida aniq mexanizmlar ishlab chiqilmaganda, ko'chirishga nisbatan qarshi kayfiyat shakllandi. Lekin keyin ko'chirishning keyingi davrlarda mana tadqiqot ishimdan 4 bosqichli bo'lgan o'zim tadqiqotimdan xulosalarimdan kelib chiqib 53 70 va 70-yillardan keyin aynan ustoz keyingi bosqichlarda ustoz hukumat tomonidan mehnat resurslari bilan ta'minlash, sharoitlar masalasi yaxshi yo'lga qo'yildi. Ana shu yaxshi yo'lga qo'yilishda shu tadqiqot yangi keyingi punktiga ustoz kiritganman. Ana shu nuqtai nazardan. Lekin ko'chirishning dastlabki bosqichida haqiqatan ham rejasiz ko'chirish bo'lsa, hukumat majburiy ravishda ko'chib boryapti, uy-joy yo'q. Ko'chirish rejasi ustoz yilni boshida qabul qilinsa, uy-joy qurish rejasi iyun oyiga borib qabul qilinyapti. Ko'chayotgan aholi, ko'chirilgan aholi katta uylarda, sharoit yo'q uylarda, 3 ta xonadan bitta uyda yashaydigan holatlar juda ko'p bo'lmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Mana shuni mustaqil. Lekin keyingi yillarda, 70-yillardan keyin ko'chirishga umuman xayrixohlik juda oshib ketdi. Ustoz, sababi cho'lda Keyingi savolga qisqaroq. Ichki ko'chirishlar Nurota vohasiga, ustoz, ichki ko'chirishlar Nurota vohasiga boshqa respublikalardan ustoz bo'lmagan. Chunki Nurota vohasi o'zi yuqoridan aytgan lalim qorichilikka asoslangan. Asosan chorvachilik ma'lum bir hududlarda cheklangan holda lalimi
dehqonchilikka sharoit shunaqa. Buni chekka respublikada uchratmadimiz taqdimnomalarda o'zi dala so'rovlarida ham nimalarni bu narsa o'z aksini topadi. Rahmat. Yana kimda savollar bor? Rahmat ustoz. Yetarlar menimcha. O'tirib turing. Rahmat. Rahmat ustoz. Endi bizda ilmiy rahbar hozir ham beshinada ekan. Necha telefon qilib bizimni aytdilar. Hozirdan umid osmoq ko'rolyapti ekan. Ammo taqdirdan berganlar o'sha taqdirdan qozondan cheklanaman dedilar. Endi dissertatsiyaga kelgan taqdirlar Qarshi davlat universitetining 2026 yil 23 yanvardagi ilmiy seminar xulosasida Jumayevning dissertatsiyasi bo'yicha xulosasida yakunlangan, ijobiy bajarilgan, o'z konsepsiyasiga ega tadqiqot sifatida O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining so'nggi talablariga to'la javob berish ta'kidlangan va himoyaga tavsiya etilgan. 2026 yil 10 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Qarshi davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashga himoya qilishga ruxsat berilgan. 2026 yil 23 yanvarda Qarshi davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi kengash qoshidagi ilmiy seminarda ish muhokama qilingan va dissertatsiya yakunlangan sifatida ma'qullangan va tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun himoyaga tavsiya etilsin deb qaror qilingan. Ilmiy seminar xulosasida Qarshi davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashda dissertatsiyani himoyaga qabul qilish demak so'ralgan. Endi yetakchi tashkilot sifatida Guliston davlat universiteti belgilangan bu seminarda va mana shu Jumayevning dissertatsiyasi 2026 yil iyuldagi Guliston davlat universiteti tarix kafedrasi ilmiy seminarining navbatdan tashqari majlisida muhokama qilingan va unga ijobiy demak takliflar berilgan va mana shu berilgan bayonnomada demak mana shu tadqiqotchi tomonidan erishilgan demak yutuqlar bilan bir qatorda ba'zi bir hisobga olish kerak bo'lgan demak o'sha tavsiyaviy xarakterdagi kamchiliklar ham ko'rsatilgan. Bundan tashqari Jumayevning doktorlik dissertatsiyasi akti referatiga ham demak quyidagi ilmiy hamda oliy ta'lim muassasalaridan bir qancha ijobiy takliflar berilgan. Jumladan O'zbekiston Milliy universiteti tarix fakulteti O'zbekiston tarix kafedrasining mudiri tarix fanlari doktor professor Xoliqulov imzosi bilan Buxoro davlat universiteti demak dotsenti tarix fanlari doktori Rizayev Baxtiyor Nazarboyevich imzosi bilan Andijon davlat tibbiyot institutining ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasi professor vazifasini bajaruvchi tarix fanlari doktori Abduhalimov imzosi bilan bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O'zbekiston tarix davlat muzeyi katta ilmiy xodimi tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Norqobilov imzosi bilan va shu bilan birgalikda ikkita xorijiy olim tomonidan taklif demak yuborilgan, jumladan akademik Mirzo Ibrahimov nomidagi O'sh texnologiya universitetining xalqaro o'zgan texnologiya va ta'lim instituti professori falsafa fanlari doktori Aktamaliyev imzosi bilan va akademik Bobojon G'ofurov nomidagi Xo'jand davlat universitetining professori tarix fanlari doktori Tursunov imzolari bilan demak ijobiy takliflar berilgan. Umuman qayd etilgan takliflarning barchasida Jumayevning tadqiqot ishi ijobiy baholanib, doktorlik dissertatsiyasi oldiga qo'yilgan barcha talablarga javob berish ko'rsatib o'tilgan. Dissertatsiya akti referatining oq talabiga to'la mosligi uning muallifi tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq ekanligi alohida ta'kidlangan. Rahmat. Marhamat, munosabat bildiring. Yetakchi tashkilot bilan kelgan takliflar. Muhtaram ustoz, mana shu yetakchi tashkilotda va takliflarda keltirgan tavsiyaviy takliflarni inobatga olaman ustoz. Keyingi tadqiqotlarda mana shu takliflar asosida keyingi tadqiqotlarimda Xudo xohlasa. Rahmat. Tak. Professor Xolmo'mini bormisiz? Birinchi rasmi yapmani. Sanjar. Assalomu alaykum.
Marhamat, eshitilyaptimi? Sizga rahmat. Eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Bemalol. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Mana bugun Jo'rabek Jumayevning O'zbekistonda amalga oshirilgan ko'chirish siyosati 50-80-yillar Nurota vohasi misolida mavzusini ko'rib chiqyapmiz. Bu mavzu dolzarb mavzudan bo'lib hisoblanadi. Nima uchun bunday ta'kidlab o'tyapmiz? Yuqorida savol-javoblardan ham ko'rib o'tdikki, bu davrda amalga oshirilgan ko'chirish siyosati bu yangi yerlarni o'zlashtirish uchun amalga oshirilgan ko'chirish siyosati bo'lib hisoblanadi. Va eng muhim tomonini yana qayd etib o'tishimiz mumkinki, tog' vohasi aholisini yangi cho'l hududlarga ko'chirish bu aholini shu davrda bu oson kechmagan. Yangi joylarga moslashish, shuning uchun ijtimoiy-iqtisodiy ahvolda juda ko'p muammolar mavjud bo'lgan, ko'chirish holatlarida muammolar mavjud bo'lgan. Mana shu jihatlarni ochib bergan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib hisoblanganligi uchun bu dolzarb bo'lib hisoblanadi. Endi yana bitta fikrni qayd etib o'tmoqchimanki, men seminar muhokamasi davrida ham chaqirishchi edim. Ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etishgan bu tadqiqotchini yutug'i. Buni yaxshi ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bildirilgan takliflar to'g'ri xulosa olingan va aytilgan takliflarni mana bugun himoyaga qadar barchasini bartaraf etib, ishni mana bu yaxshi holatga keltirganini alohida aytib o'tishimiz mumkin. Tadqiqotchi 3 ta bobda yoritilgan. Albatta, birinchi bobda Nurota vohasi aholisi geografik joylashuv va tarixshunosligi masalalarini o'rgangan bo'lsa, ikkinchi bobda esa yangi o'zlashtirilgan yerlarga aholini ko'chirish siyosatidagi muammolar va bu jarayonlar tahlil qilib o'tilgan. Va uchinchi bobda esa ko'chirilgan aholining ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hayoti masalalari yoritib o'tilgan. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, demak, shuni ta'kidlab o'tishimiz kerak. Birinchi bobdagi eng muhim jihatlarni shuni alohida qayd etishimiz kerak. Tarixshunoslik qismida juda ko'plab adabiyotlardan va tadqiqotlardan unumli foydalangan. Jumladan O'zbekiston Milliy arxiv fondi materiallaridan aynan o'sha 49-yillik, 60-yillarda aholini ko'chirish bo'yicha, amalga oshirish bo'yicha chiqarilgan qarorlar, farmoyishlar va ularni joylarda amalga oshirish bo'yicha amalga oshirgan siyosatini ilmiy tahlil qilib o'tilgan. Va biz ham tahlil qilib o'tilgan shu davrda chop etilgan 12 tomlik O'zbekiston kolxoz savxozlari tarixini biz tavsiya etgandik. Bu adabiyotlardan unumli foydalanib, dissertatsiya ishida ilmiy muomalaga kiritilgani bu tadqiqotchining yutug'i bo'lib hisoblanadi. Yana o'sha shu joyda bitta narsani qayd etish kerakki, tadqiqotchining tarixshunoslik qismida ilmiy adabiyotlar tahlili jihatdan shu narsa qayd etilganki, bu keyingi davrlarda amalga oshirilgan ko'chirish siyosatiga bog'liq dissertatsiyalar, ilmiy tadqiqotlar, maqolalardan unumli foydalangan va tarixshunoslik qismining boyishiga xizmat qilgan bo'lib hisoblanadi. Tadqiqot ishining ikkinchi bobi yuqorida ta'kidlab o'tilganimizdek, demak, 50-80-yillarda Nurota vohasiga aholining ko'chirilishidagi mavjud muammolar masalasiga bag'ishlangan bo'lib hisoblanadi. Yuqorida ham qayd etdikki, shaxsan men ham o'sha nomzodlik ishimda 46-90-yillar janubiy vohalarda amalga oshirilgan migratsiya siyosatida bizda tog' vohasi aholilari, bu demak Boysun, Darband, Sayrob aholilar, tog' aholilari demak Surxondaryo va cho'llariga ko'chirilgan bo'lib hisoblanadi va bunda shu narsani qayd etish kerakki, bu davrda 49-yillarda paxtachilikni kengaytirish maqsadida hukumat maxsus qaror qabul qilgan. Bu yangi yerlarni o'zlashtirish masalasi bo'ldi. Yangi o'zlashtirilgan yerlarga kimlarni ko'chirish kerak? Albatta, demak, o'sha tig'iz yashayotgan tog' vohasi aholisi. Aynan o'sha Jo'rabek Jumayev ishida ham Nurota vohasi aholisi, tog' yonibor aholilari, keyinchalik o'sha demak Samarqand, Jizzax atrofidagi qishloqlarga ko'chirilganligini o'sha demak ilmiy tahlil qilib o'tilgan. Tadqiqot ishining ikkinchi bob, ikkinchi paragrafida yangi yerlarni o'zlashtirish uchun Nurota vohasidan aholini ko'chirishdagi muammolar. Muammo nima edi? Muammo eng katta muammolardan bitta narsani shuni aytish kerakki, yetarlicha shart-sharoitlar yaratilmagan. To'g'ri, tayyor uy joylar qilib berdi, lekin salqin joylarda tog'ning buloq suvlarini ichib yashayotgan aholi, yangi o'zlashtirilgan yerlarda, cho'llarda yomg'ir suvlarini tinitib ichishi, zarur shart-sharoitlarning yaratilmagani, tibbiy sanitariya xizmati, maktab ta'limi xizmati
va hokazo bunday muammolar albatta aholining ijtimoiy jarayonlarida juda ko'p muammolari mavjud ekanini ko'rsatadi. Mana shunday qiyinchiliklarga qaramay, albatta shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, ko'chirilgan aholi yangi yerlarni o'zlashtirishda o'ziga xos muhim ishlarni amalga oshirganini ko'rib o'tishimiz mumkin. Xo'p, ikkinchi bobning 3-paragrafda o'zlashtirayotgan yerlar ko'chirib keltirilgan aholining dastlabki paytdagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli masalalari yoritib o'tilgan. Ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli albatta uncha yaxshi holatda bo'lmagan, lekin buncha qiyinchiliklarga qaramay, xalqning mardonavor mehnati o'sha demak shu joylarga moslashish, bu joylarni o'zlashtirish ishlarida muhim ishlarni amalga oshirganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Tadqiqotning 3-bobida albatta Nurota vohasidan ko'chirgan aholining ijtimoiy-iqtisodiy madaniy hayoti deb nomlangan va bu bob 3 ta paragraf asosida yoritib o'tilgan. 3-1 paragrafida ko'chirish siyosatining so'nggi bosqichlari va cho'l hududlarini tashkil etilgan xo'jaliklarning respublika iqtisodiyotiga qo'shgan hissasi masalalari yoritib o'tilgan. Yuqorida ta'kidlab o'tildik, demak, yangi o'zlashtirilgan yerlar nimasi bilan muhim bo'lib hisoblanadi? Demak, paxtachilikni keng taraqqiy ettirishlar va ijtimoiy-iqtisodiy hayotda yangi o'zlashtirilgan yerlarning o'rni muhim bo'lib hisoblanar edi. Mana shu narsaga hukumat katta e'tibor qaratilgan. Shuning uchun ko'chirish siyosatini zo'r berib amalga oshirganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. 3-bobning 2-paragrafida albatta ko'chirib keltirilgan aholining moslashuv jarayonlari haqida so'z yuritiladi. Bu yuqorida ta'kidlab o'tilgan, albatta bu joylarda ijtimoiy jihatdan, madaniy jihatdan moslashuv qiyin kechgan. Lekin shu barcha qiyinchiliklarga qaramay, mana bu og'ir mehnatlarni yengib o'tganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Va 3-bobning 3-paragrafida Nurota vohasida ko'chirilgan aholining madaniy hayotda ularning milliy ma'naviy qadriyatlariga qaratilgan bo'lib hisoblanadi. Bunda demak milliy qadriyatlarga qarashli yangi cho'l hududlarda yashayotgan aholining faol qo'llanganligi, respublikadagi demak bu davrdagi o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy hayotning muhim jihatlarini tahlil etganligidan ham ko'rib o'tish mumkin. Umuman olganda, dissertant o'zining ilmiy izlanishi yuzasidan bergan xulosalarida dissertatsiya o'rganilgan masalalarga bevosita tegishli bo'lib, uning mazmunini o'zida aks ettirgan. Dissertatsiya ishi faktlar, dalil isbotlar, mulohaza, tafsilotlarga boy bo'lganligi uchun ilmiy jihatdan muhim bo'lib hisoblanadi. Shu o'rinda ta'kidlab o'tmoqchimizki, ushbu dissertatsiya ilmiy madaniyat, ilmiy manbalar, adabiyotlar, arxiv ma'lumotlardan unumli foydalangan bo'lib hisoblanadi. Ammo shuni ham alohida ta'kidlab o'tishim mumkin, dissertatsiyada ham barcha ishlar bo'lganiga ayrim juz'iy kamchiliklar bor. Bizning nazdimizda ular quyidagilardan iborat. Tadqiqotchi buni kelgusi tadqiqotlarda alohida hisobga olsa, foydadan xoli bo'lmaydi. Birinchi fikrimiz, dissertatsiya ishini tadqiq etishda juda ko'plab manba va adabiyotlardan unumli foydalangan. Shu bois kelgusi tadqiqotlarda ushbu asarlarning ilmiy ahamiyatini tarixshunoslik nuqtai nazaridan yanada ko'proq tahlil etilsa, ishning ilmiy jihati yanada ortar edi. Ikkinchi taklifimiz, dissertatsiya aynan aholi migratsiya jarayonlarini boshqa hududlar bilan taqqoslagan holda yoritilsa, ishning ilmiy ahamiyati ortgan bo'lar edi. Uchinchi taklifimiz, tadqiqot ishi aholining ko'chirish jarayonlari bog'liqligi uchun ichki va tashqi migratsiya jarayonlarining ijtimoiy ta'siri masalalarini yanada kengroq ochib berilgan qaratish kerak. Ishning ilmiy ahamiyati bu davrda oshgan bo'lar edi. To'rtinchi taklifimiz, tadqiqot yakunida ish yuzasidan taklif va tavsiyalarni yanada kuchaytirilsa, ishning ilmiyligi ortgan bo'lar edi. Umuman olganda, bu takliflar ishning ilmiy ahamiyatiga ta'sir etmaydi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, tadqiqotchi Jumayev Jo'rabek Boboqul-o'g'lining 07.00.01 O'zbekiston tarixi ixtisosligidan 20-asrning 50-80-yillarda O'zbekistonda o'tkazilgan ko'chirish siyosati, Nurota voqeasi misolida mavzudagi tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiyasini himoyaga tavsiya etamiz va qo'llab-quvvatlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'lingizlar. Qancha katta rahmat. Oradagi chiroyli taqdim berdingiz, rahmat. Muvaffaqiyat tilayman.
Marhamat, munosabat bildiring. Ustozga katta rahmat aytaman. Haqiqatan ham ishimni to'liq o'qib chiqib, seminarda ham, ilmiy seminarda ham taqriz sifatida o'zi ustoz nima qilib ko'rsatmalar berdi. Haqiqatan ham ustoz yuqorida aytilgan takliflar, kamchiliklarni keyingi tadqiqotlarda to'g'rilab, navbatdagi tadqiqotlarda nima qilib bu mavzuni qaysi ma'noda yana ilmiy qiymatini yanada oshiraman. Katta rahmat ustoz. Sağ olun. Tak, ikkinchi rasmiy opponent professor G'afforov Sulaymon davolanishda mahkumlar o'qib bersin. Xulosa qismini o'qib berasiz. Ikkinchi rasmiy opponent sifatida Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining professori, tarix fanlari doktori Shokir Safarovich G'afforov taqriz bergan. Taqrizda kishi quyidagilarni taklif etgan. Umuman olganda dissertatsiya ishi birlamchi manbalar va turli ilmiy adabiyotlardan olingan ma'lumotlar yordamida tadqiqotchi tomonidan batafsil mantiqiy jihatdan ishib yozilgan bo'lib, bob va paragraflar so'ngida tegishli xulosalar chiqarilgan. Eng muhimi, tadqiqotchi o'z oldiga qo'ygan masalalarga, maqsadlarga erisha olgan. Natijada yangi bir mustaqil tadqiqot ishi yaratilgan. Tadqiqot ishida asosli ravishda umumiy ilmiy xulosa va tavsiyalar berilgan. Dissertant o'z oldiga qo'ygan vazifani uddalay olgan. Ta'kidlab o'tilgan ijobiy fikrlar bilan birga ish yuzasidan ba'zi bir mulohazalarni ham qayd etib o'tishni lozim topdim. Birinchidan, Nurota vohasida o'tkazilgan ko'chirish siyosatini boshqa hududlar tajribasi bilan arxiv materiallari asosida qiyosiy tarixiy tahlil asosida yanada kengroq solishtirilsa, tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganlik darajasi yanada yuqori bo'ladi. Ikkinchidan, ba'zi o'rinlarda muallif tomonidan ilgari surilgan fikr va mulohazalar qo'shimcha dalillar bilan mustahkamlanganda ularning nazariy ahamiyati yanada oshgan bo'ladi. Uchinchidan, Sovet davrida olib borilgan ko'chirish siyosatiga postsovet davlatlar va jahon tarixshunosligida e'tibor qanday? Qaysi salbiy oqibatlari yoki bugungi kun uchun ijobiy ahamiyat kasb etgan jihatlarni tadqiqotchi mustaqil tahlil qilishi lozim edi. To'rtinchidan, ilovalar soni ko'paytirilsa, tadqiqot ishining mazmun mohiyati yanada to'liq ochilib, uning ilmiy qiymati oshgan bo'ladi. Lekin yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklar ishning umumiy ilmiy saviyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Tadqiqot ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan PhD dissertatsiyalariga oldiga qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi va dissertant tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun loyiq deb hisoblayman deb taqriz beryapti professor G'afforov. Rahmat. Marhamat, munosabat bildiring. Ustoz Shakir G'afforov ustozga katta rahmat. Shu ham ishimni o'qib o'zining ko'rsatmalari, takliflarini berib o'tdi. Ustozdan ham so'rab turdim. Yuqorida taqrizda ko'rsatilgan takliflar, kamchiliklarni albatta keyingi tadqiqotlarga inobatga olib, keyingi tadqiqotlarni albatta qo'llayman. Rahmat. Rahmat. Norasmiy. Kim bor? Professor Norasmiy. Ustozlar, mana Jo'rabek Boboqul o'zining 20-80 yillarda O'zbekistonda o'tkazilgan ko'chirish siyosati rosa misolida O'zbekiston asosligi bo'yicha taqdim etgan dissertatsiyasi xonasi tashkil etildi. Bunday holatda qanday fikrlarni aytishimiz kerak? Tadqiqotchi mavzusini yaxshi o'zlashtirgan va bevosita mavjud yuqorida tadqiqotchi ustozlarga o'tdi. Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga mos ravishda demak shakllantirilgan tadqiqotchi e'tibor beradigan jihatim quyidagilardan iborat. Kirish qismida tadqiqotda qo'llanilgan usullar degan bandda misol obyektivlik, xolislik tamoyili ma'lumotlarni tizimlashtirish, umumlashtirish, tarixiy siyosiy, tarixiy xronologik va og'zaki tarix kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanilgan. Va aytishimiz kerakki, mana shu tadqiqot ishida qayd etilgan, aqliy dissertatsiyada qayd etilgan tadqiqot usullaridan muloqotda foydalangan.
qilish va paragraflarni bevosita qo'shib tadqiqot ustunlari asosida tahlil etganligini e'tirof etishimiz kerak. Ba'zi o'ziga kamchiliklar ham uchraydi, misol uchun deylik o'sha postlarni rasmiylashtirish jarayonlarida yoki mana shu avtoritar dissertatsiya ba'zi o'rinlarda iloviy xatoliklarga ham yo'l qo'yilgan, lekin bu holatlar o'ziga kamchiliklar hisoblanadi. Qo'llab-quvvatlayman va barchani Rahmat. Yana bormi kimdir? Yetarli. Yetarli. Endi nimani hisob komissiyasi taklif tushyapti professor Omonov. Tasdiqlab qo'ying. Rahmat. Alaykum. Kengash a'zolari hisob komissiyasi bayonnomasini o'qib eshitiraman. 2026-yil 10-avgust Qarshi shahri komissiya Jo'rabek Boboqul o'g'lini tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga qo'ygan dissertatsiya yuzasidan yashirin ovoz berish uchun saylangan. O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi raisatining 2025-yil 27-dekabrdagi 379/2 sonli qaroriga ko'ra DSK 03/2025-22/11/01 raqamli ilmiy kengash 17 kishidan iborat qilib tasdiqlangan. Bugungi kengash majlisida ulardan 15 nafari ishtirok etmoqda. Himoya qilinayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 12 fan doktori ishtirok etmoqda. Ilmiy kengash tarkibini hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda a'zolar kiritilmagan. 15 ta byulleten tarqatildi, tarqatilmay qolgan byulletenlar yo'q. Ovoz berish natijalari quyidagicha. Jo'rayev Jo'rabek Boboqul o'g'lini 07/00/07 O'zbekiston tarix ixtisosligidagi tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun 15 nafar a'zodan 15 nafari ovoz berishdi. Tarafdorlar 15 ta, ya'ni 100%, qarshilar yo'q, yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Tadqiqotchilar ma'lumotni tabriklaymiz. Rahmat. Tasdiqlab qo'yaylik. Rahmat. Endi yakuniy so'z sizga, marhamat. Avvalambor hammaga rahmat. Birinchi o'rinda mana shu darajaga yetishimga ota-onamga, oilamga, yaqinlarimga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Bundan tashqari ilmiy rahbarimga ko'p taqdimotlar bergan. Bundan tashqari rasmiy opponentlarimga ishimni ko'rib chiqib o'zlarining takliflar, to'g'ri takliflar, tavsiyalar bergan opponentlarimga rahmat aytaman. Bundan tashqari barcha shu kengash a'zolariga, ustozlarga o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Yana bir bor rahmat katta. Endi kengashga xulosasi tarqatilgan nima taklif bo'ladi? Asoschi qabul qilamiz. Tasdiqlab beraylik. Nimalarni o'qib bering, rahmat. Dissertatsiyaning tasnifiy belgilari. Birinchi, dissertatsiya natijalarining xususiyatlari. 2. Ikkinchi, dissertatsiya natijalarining yangiliklik darajasi. 2. Uchinchi, dissertatsiya natijalarining qiymati. 2. To'rtinchi, dissertatsiya mavzusining rejadagi tadqiqotlar bilan aloqadorligi. 2. Beshinchi, amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalarini qay miqyosda foydalanishni tavsiya etiladi. 5. Oltinchisi, amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan keng foydalanish yuzasidan beriladigan tavsiyalar. 6. Rahmat, tasdiqlab qo'yaylik. Hammalaringizga katta rahmat. 5 minut tanaffus. Romdagilar ketib qolmanglar. Ikkinchi namoyamiz ham bor.